28 millionga yaqin kishi istiqomat qiladigan O'zbekiston Markaziy Osiyodagi aholisi eng ko'p bo'lgan davlat. U betakror va go'zal qadimiy obidalar va yodgorliklar mamlakati hamdir. Jig'rofiy nuqtai nazardan boshqa shaharlar kabi Toshkent shahri ham Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgani uchun qadimdan savdo hamda madaniyat markazi bo'lib kelgan. Shu bois bu o'lka shaharlarining nomi va bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlar butun dunyoga ma'lum va mashhur bo'lgan. Qolaversa qishloq xo'jaligida paxta, tabiiy resurslardan oltin, tabiiy gaz va neft mamlakatning asosiy boyligi hisoblanadi. Toshkent o'zining 3.600.000 kishilik aholisi bilan Markaziy Osiyodagi eng yirik shahar sifatida e'tirof etiladi va unda shu maqomiga mos yangi savdo markazi qurilishi rejalashtirilmoqda. Toshkent savdo markazi shahar o'rtasida joylashishi bilan birga u yerga borish qulay bo'lishi zarur. Va yana binoga to'g'ridan to'g'ri kirish oson bo'lishi hamda uning ichki qismida barcha zamonaviy talabdagi sharoit yaratilishi lozim. Toshkent savdo markazining qurilishida me'morchilikning ochiq, hashamatli, gumbazli, ikki chiziqli vertikal kabi uslublardan foydalaniladi. Toshkent savdo markazini barpo etishda shaharning o'ziga xos o'zbek milliy hamda islomiy me'morchilik an'analari zamonaviy quruvchilik an'analari bilan uyg'unlashadi. Ushbu majmuada O'zbekiston va uning kelajagiga bo'lgan mustahkam ishonch aks etib turadi. Savdo markazi ichki ko'rinishiga milliylik bilan birga yangi me'moriy an'analar, shinamlik bag'ishlab turadi. Toshkent savdo markazi 3 ta asosiy bo'limdan iborat bo'ladi. Ularning birinchisi qadimiy va zamonaviy me'morchilik uslublarining ham ohangligida qurilgan shohona inshoot. Unda turli xildagi xizmatlar, idora, savdo va ovqatlanish nuqtalari joylashadi. Markaziy qismdan esa asosan piyodalar uchun mo'ljallangan yo'lak bo'ylab joylashgan savdo do'konlari, butiklar joy oladi. Markazning maishiy xizmat bo'limida tashrif buyuruvchilar uchun ko'plab dam olish va ommaviy xizmat turlari tashkil etiladi. Shuningdek, gipermarket va elektrotexnika anjomlari savdosi ham faoliyat yuritadi. Bir so'z bilan aytganda, Toshkent savdo markazi O'zbekistonning boy tarixida yangi bir muhim sahifani egallaydi va mamlakatning umumbashariy nufuzini kelgusi avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi. Toshkent savdo markazi